Tak, hurmatli ayollar. Sizlarga maslahatim bo'ydoq erkaklarni sevmang. Sababi shu paytgacha uylanmadimi? Demak, sizga ham uylanmaydi. Beva erkaklarni ham sevmang. Chunki oldingi xotinini go'rga tiqdimi? Demak, sizni ham aniq yo'lga chiqadi. Ajrashgan erkaklarni ham sevmang. Chunki oldingi xotin tashlab ketdimi? Demak, sizni ham to'shni tashlab ketadi. Eng yaxshisi xotini bor erkaklarni seving. Chunki xotinini sevadimi? Demak, sizni ham sevadi.